Gündüzü ham tushdi. Tashqariga chiqamiz do'stlar. Barcha salom do'stlar. Sizlar bilan men birga bugungi videoda like buttonini ham bosib qo'yinglar. Videoni boshlaymiz unda. Kommentariyada ham o'z fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Kechasi ekan do'stlar, ozgina uxlaylik yana. Kechasi tushgan. Kunduzi qachon tushar ekan? Bu mana kunduzi ham tushdi. Musiqa bilan turib oldim. Xo'sh, tashqariga ketdik. Lovid, nima qilganing bu? Men hech narsa qilganim yo'q. Nima bo'lib portladi? Men bilmasam. O'zing qilgansan, bu yoqqa. Sen uyingda. Men bilmayman. Xullas tushdi. Bu yoqqa ketdi. Xo'sh, sen meni asabim bo'lyapsan mana. Xo'sh, endi men senga bitta maslahatim bor. Qishloqni sen ikkiga bo'lamiz. Yarim meniki, yarim seniki. Kimniki qishlog'i zo'r chiqdi, obunachlar kommentariyada yozib qoldilar. Bo'ladimi? Mayli, bo'lmasa. Hozir do'stlar, men kreativ go'tvoy. Aniq komandalarni yozish kerak. Mana komandalarni yozdim. Mana do'stlar, men kreativman. Sen nima qilyapsan? Ikkiga bo'lyapsanmi? Bu yerdan bo'linmaydi. Bu yerdan bo'lmaymiz. Xo'sh, mana Redstone blok o'rganmanmi? Mana qizil chiziq mana bu yerdan bo'lamiz. To'xtanglar do'stlar, hozir komanda bilan bo'lamiz. Do'stlar, mana komanda orqali qizil chiziq bilan bo'ldik. Endi o'zing tomonga borda almashtirish. Xo'sh do'stlar. Poylash yo'q, mayli. Xo'sh do'stlar, birinchi bo'lib endi biza ana toshlarni ham almashtirib chiqamiz, keyin taxtalarni almashtiramiz. Tez bo'zachi. Shu stena ovozi sherdan turib eshitilyapti. Mana uying ham vast bo'lib ketibdi-ku. Qachon tozalagansan o'z uyni? Yo'q, tozalamayman. Umuman tozalamaysan. Voy. Endi menga maslahat, taxtani mana bunga almashtiramiz. Do'stlar, almashtirishim kerak. Sizlar ungacha like va obunani bosib taylaylar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozinglar. Qaysi tomon qishloqchi va uylarligini yozinglar. Chiroyli, xavfsiz dekoratsiyalar tekshiriladi. Dekoratsiya deganlar realistik degani. O'sha realistik narsalarni qilaman. Bu taxtani to'xtaylar do'stlar, video pauza. Do'stlar, o'zimdan yana boshlarni toshlarni almashtirishda, o'sha mana bunaqa toshlarni zinachalarni almashtiramiz. Bo'lsa minus bo'ladi menga. Mana shu zinachalarni ham almashtiramiz. Ikkala uy ham meniki bo'ldi. Lovidni ham uyim menga qolgan, o'zimniki ham. Ey, men o'zimga boshqa uy topdim. O'zingni boshqasi jihozlayapti menimcha. Jihozlamayapsanmi? Yo'q, qishloqni ijratlayapman. Mana o'tlarni ham tozalash kerak, yo'qmaydi. Bekor o't bor bu yoqda. Men qachon tozalagansan? Uyingni umuman tozalamagan menimcha. Xo'sh, mana bu yerdan qachon bitiraman endi buni. Video уже 4 minut bo'ldi. Pauza qilmasa bo'lmaydi, Men pauza qilib toshlarni almashtiraman. Do'stlar, uni ovozini eshitib ko'raylikchi. Endi mening qishlog'im bedrockli, obsidianli, quvvatsizli, hech qachon qo'rqmaydi yadroli bombadan ham. U menimcha u bunker qurayotgan bo'lsa kerak do'stlar. Bunker quryapti menimcha u. Bu videoni pauza qilmay do'stlar, shaqasha. Tez qilamiz. Muxlat yo'qmi? Muxlat yo'q. Muxlat yo'q bo'lsa to'xtamasan mama. Uxlaylik. Video pauza. Do'stlar, kunduzi ham tushdi. Ungacha
Menda o'zimni uyimni ham yangilab turay. O'zimni uyim ham yaxshi-ku. Voy, mana potladi eshikni. Ko'rgan bo'lsanglar, potlatib oldi ana bu. Ismi Lovet. Lovet degan bitta. Ajoyib chiqyapti menimcha, uy do'stlar. Lava o'qishiga yo'l qo'ymaymiz. Keyingi video ham zo'r chiqadi deb umid qilaman. Sizlar uchun harakat qilyapmiz. Obuna like tugmasini bosib qo'yinglar. Endi tezlashni boshlaymiz. Menimcha tez o'ynayapman, o'zim ham sezmayapman. Xush. Juda ham tez o'ynayapman do'stlar. Sizlar qaysi versiya yoqadi? Uni ham kommentariyada yozinglar. Bedrock yoki Java yo Pocket Edition. Shuni yozib qo'yinglar kommentariyada. Tez bo'lishi kerak do'stlar, tez. Sizlar kommentariyada kim chiroyli chiqqanini yozinglar. Men hali kichik uylarni bitirib bo'lganim. Hali ham ovozing eshitilyapti menga. Voy, yo'q, hozir yong'in bo'ladi. Men qattiq aytaman. O yo'q, uy portlayapti, yonyapti. Wow. Ay, yonish boshlayapti. Voy, tez. Tez qilamiz. Muhlat yo'qmi chiqib? Yo'q. Hech qanaqa muhlat yo'q dedim-ku boyagina. Videomiz pauza do'stlar. Uyim qanday chiqdi? Gap yo'q-da, uyim yamang do'stlar. Endi bitta uyingni bitirdingmi? Ha, mana bu yerni ham almashtiraylik. Yo'q. Men nechta kichkina uylarni bitirib qo'ydim. Yo'q, o'sha kichkina uylarni bitirdim. Men boshqa uyni bitirdim. Katta qishloqlarni Do'stlar, mana shu bo'laveradi. Mana shu bo'laveradi. Katta. yarmini o'zgartirdim. Men menimcha ikkita uyni bo'ldi. Men mana bu o'zgartiraman. Mana bunaqa toshlar bilan. Men juda katta uy qildim. Bu 7ta bu. Kichkinachalarda ancha qildim. Shuni o'zgartirish qiyinda do'stlar, ko'p vaqt oladi. Уже 7 minut bo'ldi. 7 minutdan pauza qilamiz buni Mana pauza. Do'stlar, mana bu uyga nimasi kerak? Shuni buztaylik. Bu yana mana bu uyga xalaqit beryapti do'stlar. Hozir tez buzaman. 2 minutlik bo'lib ketdi video pauza qil. Yo'q, mana buni uyni buzib taylamasam men chidolmayman. Tez buzamiz. Tez. Video pauza qilsam buzgandan keyin. Tez. Sachi. Tez. Bir shamchiq azob. Yana o'zi qiynalib 8 minut bo'ldi. Pauza. Yo'q, keyin qilaman. Mana bularni buzsam chidolmayman. Meniki ham ko'p bor. Buzgandan keyin qilasam? Albatta qilaman. Buni video pauza. Sizlar aytinglar, qaysi blogni ishlatay? Bu yoki bu? Bu yoki bu? Brix yoki Meyasi millionmi? Bular video pauza. Sizlar kommentariyada o'zinglar qaysi birini tanlasam ekan? Men tanlayman. Yana o'ylanib qoldim. Qaysi biri chiroyli? Aka bitta qilib ko'raylik qani. 3 tadan qo'yib ko'raylik qani do'stlar. 3 tadan bunisi yaxshi ko'rinyapti. Mencha bu menga yoqmadi. Mana bunisidan ishlatamiz. Ana shunisi ekan do'stlar. Videoni pauza qilamiz. Ush do'stlar, mana shunchasini qildim, ozgina qoldi. Akvarat va mana bu qoldi. Video pauza. Ush do'stlar, mana qishlog'im ham bitib qoldi. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, mana bu yoqqa qolib ketgan ekan do'stlar, to'g'rilaymiz. Bo'lmasa menga minus bo'ladi. Minus bo'lishini istamayman do'stlar.
to'g'rilab qo'yamiz. Men bu yerda o'zi qiynalib qoldim. Shu mehnatni qadrlagan holatda like tugmasini bosinglar. Bu yerda ham minus bo'ladi o'zi. E'tibor bermay qo'yma. Bularni buzib tashlasak, u sezmaydi. Bu yerni esa shunchaki qo'yibsak bo'ladi. Bizni shunchaki vaqtimiz ketmasligi uchun ustidan qo'yib chiqamiz. Sindirib qo'yish bu ko'p vaqt ketadi. Shuni ustidan qo'yib chiqsa, uncha vaqt ketmaydi. O'sha bo'ladi mana. Qishlog'im ajoyib chiqdi. Mana buni buzib tashlasak, qishloq yaxshi chiqadi. Uni qishlog'i hali bitmagan. U zerikib chiqib ketdi. Xullas endi sizlar kim bitganini yozinglar mayli. Shunga ham e'tibor beringlar mana bularga. Mana shularga ham e'tibor bergan holatda sizlar aytasizlar. U uylarga mana bularga e'tibor bermanglar. Qilinmaganlarga e'tibor bermanglar. Oddiy mana shu uylarga e'tibor beringlar. Sizlarga yoqqan bo'lsa video like va buni bosib qo'yinglar. Video tugadi. Kimni zo'r chiqqanini kommentariyada o'z fikringizni yozib qo'yinglar. Video tugadi. To'xtanglar do'stlar, tugagani yo'q. Birovlarga ham ulashib qo'yinglar, tanishinglarga videoni. Ulashib qo'ygan bo'lsanglar kerak demoqchi edim. Mana bu yerda minus bor ekan, shuni ham to'g'rilaymiz. Minuslarni to'g'rilash yaxshi menimcha. O'shani ham bunaqa qo'yamiz. Mana voy yana bitta minus bor ekan. Shuni ham to'g'rilab qo'yamiz video bor. Do'stlar, mana ana u bor ekan minus, shuni ham to'g'riladim. Buni yoqqa yana bitta minus qolib ketibdi. Minuslarga borib ketdik bu. O'sh mana tugadi. Qishloq ham qilib bo'ldimda. Buni qishloqni tekshirib chiqamiz. U ichiga e'tibor berish shart emas, do'stlar. Shunchaki o'zini tashqarisida e'tibor beramiz. Ajoyib chiqqan, lekin unga ham sizlar ham mehnatdan qadrlab, like va obunani bosib, birovlarga ulashib qo'yinglar. Video tugadi. Albatta like va obunani bosinglar. Skeletni qaranglar, tushundim men. Endi turgani o'lib qoladi o'zi. Qanaqa versiyaligini bilasizlarmi? Pocket Edition. Sizlar xalas video tugadi.